Xo'p, yuqoridagi misolga yechaman. Nechanchi? 14-misol ekan. O'q kesimi teng tomonli uchburchakdan iborat. Demak, konusning o'q kesimi teng tomonli uchburchak. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, radius r bo'lsa, bu yog'i ham r bo'lsa, uchburchakning tomoni 2r ga teng. Muntazam deganligi uchun qolgan tomonlari ham 2r ga teng. Endi o'sha uchburchakka ichki chizilgan aylana bo'lib qolyapti. Konusga ichki chizilgan shar o'q kesimi teng tomonli uchburchak bo'lganligi uchun teng tomonli uchburchakka ichki chizilgan aylana vazifasini bajaradi. Bizga ma'lumki, uchburchak mavzusidan ichki chizilgan aylanani radiusi r teng ildizosti 3 taqsim 6a ga teng. Endi bu joyda r o'rniga ichki chizilgan aylanani radiusi d taqsim 2 ni qo'yaman. Diametri d ga teng deb aytilgan. Demak, radiusi d taqsim 2 ga teng. Radius o'rniga d taqsim 2 qo'ydim. Endi uchburchakning tomoni a ni o'rniga 2r qo'yaman. Demak, buni o'rniga d taqsim 2, a ni o'rniga 2r ni qo'ydim. Bundan topadigan bo'lsam, 2 bilan 6 qisqarsa 3 qoldi. Bu 3 bilan ildizosti 3 qisqarsa bu joyda ildizosti 3 qoldi. Ildizosti 3 ni narigi tomonga ko'paytirsam, r teng ildizosti 3d taqsim 2 degan mana shu ifoda kelib chiqdi. Demak, radius shunga teng. Endi konusni to'la sirti. S to'la teng pi r l plus r. Endi bu joydagi l konusning yon qirrasi 2r ga teng. Buni o'rniga 2r qo'ysam, qo'shilib 3r, umumiy hisobda 3pi r kvadrat kelib chiqadi. Ana endi r ni o'rniga ildizosti 3d taqsim 2 ni olib kelib qo'ydim. 3pi r ni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsam, buni kvadrati 3 taqsim 4d kvadrat. Umumiy hisobda javob 9pi d kvadrat taqsim 4 ga teng. Bu bizda Y javob.